alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Men Lola Muxtarovna bugun sizlar bilan ozon terapiya bilan IV terapiya haqida gapirib o'tmoqchiman. IV terapiya haqida sizlar bilasizlar, ko'p reelslar, videolarimizda IV terapiya haqida aytib o'tib ketganmiz. IV terapiya nima? Bu qon tomirlarga to'g'ridan to'g'ri vitamin va minerallarni, oqsillarni yuborish. Ya'ni bu siz 3 oy 6 oy ichib yurgan dorilarni muddatini qisqartirish, ya'ni 10 kun ichida tezroq natijaga erishish. Shu orqali IV terapiya bilan birga hozir klinikamiz Tulayinda azonoterapiyani ham yo'lga qo'yganmiz. Azonoterapia nima? Azonoterapia bu kislorodni aktiv formasi, ya'ni kislorod formulasi O2 bo'lsa, azon bu O3, ya'ni kislorodni aktivlashtirilgan formasi. Buni biz to'g'ridan to'g'ri qonga yoki fizrastor orqali, ya'ni katta va kichik metazon terapiya orqali organizmga yuboriladi. Azon terapiyani o'zi вообще azon so'zi qachon kelib chiqqan? Buni istoriyasi shunaqaki, azon oldin Birinchi jahon urushida именно askarlarga qo'llashgan, ya'ni bakteriotsidni, oldin antibakterial terapiyalar bo'lmagan, to'g'ridan to'g'ri polida yotgan askarlarga именно ochiq yaralarga azon terapiyani qo'llashgan. Ya'ni bu ham protivbakterial antibiotik sifatida va protivirusni tez zajivlayishi, tezroq bitishni yaxshilash uchun qo'llanilgan. Buni o'zi birinchi bu fizik olim ishlab chiqqan, ya'ni shu azonni ishlab chiqarilayotgan paytda elektrodlarni birga qilayotganda hid chiqib ketgan kislorod bilan birga. O'sha paytda u azonni o'ylab topgan, ya'ni chunki azonni ham perevodi bu paxuchi, ya'ni hidli. Azon terapiya ko'proq qo'llanilgandan keyin Amerikada qo'llanilgan, Germaniyada qo'llanilgan, ko'p joylarda qo'llanilgandan keyin farm industriya, ya'ni farmakologichniy dorilar kirib kelgandan keyin azon terapiya sal chetga chiqib qolgan. Azon bilan qo'llash, shu meditsinada именно azonni qo'llash. Shu bilan birga 1869 yillarda Berlinda, Germaniyada azonoterapiya bo'yicha institut ochilgan. Ya'ni azonoterapevtlarni o'qitish va uni qo'llash meditsinada. Shundan keyin уже Germaniya ishlab chiqarishni boshlagan azon apparatlarini, har xil apparatlar, birinchi kichkina apparatdan keyin katta navorочный apparatlardan ishlab chiqarishni boshlagan. Shu qatorda aytib ketmoqchiman, azon apparatlarini ham juda ham farqi katta. Nimaga? Chunki hamma joyda ham azon apparatlar bir xil emas. Har bitta kichkina apparat bo'ladimi, katta apparat bo'ladimi, bu har bittasi kislorodga ulangan bo'lishi kerak. Nimaga? Ko'p joylarda azon kislorodni qayerdan olishadi? Havodan olishadi. Havodan olingan kislorod tarkibi 21% gina. Qolganlari yana 21% dan tashqari yana boshqa gazlar bor. Ya'ni NO bor, glukosli gaz bor. Bu yanada foydadan ko'ra organizmga zarari tegib qolishi mumkin. Boshqa apparat, ya'ni bizani Tulayn klinikamizdagi apparat to'g'ridan to'g'ri kislorodga ulangan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri 99% kisloroddan azon hosil qiladi. Ya'ni azonokislorodniy смесь, ya'ni aralashmasi hosil bo'ladi. Bu birinchidan zararsiz, to'liq azon hosil bo'ladi va kislorodniy смесь bo'ladi va boshqa primis gazlar bo'lmaydi. Ya'ni organizmga zarari yo'q. Savol berishingiz mumkin, azon o'zi nima qiladi? Azon juda ham kuchli antioksidant. Ya'ni oksidativniy stressni olish uchun, oksidativniy stress nima bu? Svobodniy radikal bu stress organizmdagi toksinlarning ko'payishi. Toksinlarning ko'payishiga har xil sabablar bo'lishi mumkin. Bu bakteriyalar bo'lishi mumkin, bu viruslar bo'lishi mumkin, bu jigarda bioximik proseslarning buzilganligidan bo'lishi mumkin. Bularni hammasini oksidativniy stressni olish uchun bizga antioksidantniy sistemamiz yordam beradi. Antioksidantniy sistemamiz fermentlari bor. O'sha fermentlarini azon aktivirovat qiladi. Ya'ni ularni
aktivlashtiradi. Aktivlashtirilgandan keyin bu fermentlar ishlab har xil toksinlarni olib chiqib ketishga yordam beradi. Azonoterapiyani monoterapiya qilib qo'llab bo'lmaydi. Ya'ni faqat azon olasan, yaxshi bo'lasan, faqat azon terapiya olsa yaxshi bo'ladi. Yo'q, bu qo'shimcha holatda biz yordam beramiz. Ya'ni qanaqa qilib IV terapiya qilayotgan paytimizda masalan analizlarda ko'ramiz, virusni nagruzka bo'lishi mumkin, qoni quyuq bo'lishi mumkin, давление постоянно baland bo'lishi mumkin. O'shunaqa patsientlarga orasida IV terapiyani orasida azonoterapiya ham qo'shib ketamiz. Ya'ni faqatgina IV terapiya qilmaymiz, orasida azonoterapiya ham qo'shamiz. Nimaga? Antioksidant sistemasini kuchaytirib yuborish uchun, kuchaytirishimizga yordam beradi. Va bu oddiy azon olgandan ko'ra yoki oddiy IV olgandan ko'ra buni effekt kuchliroq bo'ladi, effekt tezroq erishamiz natijaga. Azon apparatimizni bizning klinikada medazon ikki xil usulda yuborishimiz mumkin. Ya'ni bu fiziostrolga to'yintirib, keyin vena orqali yuboriladi. Ikkinchi metod bu непосредственно qon o'zi olinadi. Ko'zingiz oldida azonga boyitilib, yana qaytib o'sha qon yuboriladi. Bu metod ham ko'p qo'llaniladi. Yevropada, Dubayda, Amerikada ko'p klinikalar уже buni yo'lga qo'ygan. Bizning klinikamizda ham o'zi bu apparatimiz O'zbekiston bo'yicha 2-3 ta klinikalarda bor. Kulib biz aytamiz, bu BYD, bizning BYDimiz, chunki bu apparatimiz qimmat bo'lgani uchun ham BYDning narxi bo'lgani uchun ham BYD deymiz. O'shaning uchun bu apparatimiz ko'pchilik tushunmagani uchun biz hozir YouTube'ga yoritib berishga harakat qilmoqchimiz. Hozir apparatni ham ko'rsatamiz, keyin sizlar bilan bo'lishamiz. Azon terapiyani dozalari har xil dozalarida ishlatamiz. Buni faqat siz o'zingizni davolovchi vrachingiz aniqlaydi. Ya'ni azonoterapevt, azon haqida tushunchaga ega bo'lgan vrach. Azon terapiyani dozasi, minimalniy dozasi bor va katta dozada ishlatish mumkin. Kichkina dozada ishlatiladigan azon bu в основном zajivlение uchun, ya'ni masalan operatsiyadan keyin tezroq bitishi uchun, o'sha yaralarni tezroq восстановленияsi uchun kichkina dozada azon terapiya ishlatiladi. Katta dozadagi azonoterapiya, to есть azonni katta dozalari bu faqatgina bakteriotsidniy viruslarga qarshi holatlarda ishlatiladi. Ya'ni analizlarda ko'rganimizda leykotitlar baland, lekin patsient antibiotik ichgisi kelmayapti. Viruslarga qarshi masalan virusning nagruzkalari bor. Azonoterapiyani qo'llab, birgalikda qo'llaganimizda virus bilan bakterialniy nagruzkalarni tushirish natijasiga erishishimiz mumkin. Azonoterapiya qaysi ko'proq yo'nalishlarda qo'llaniladi? Bu ginekologiyada va в основном ginekologik kasalliklarda, ya'ni endometriy qavatini yaxshi o'sishiga, haligi aytganimizdek, niskiy doza, ya'ni kichkina dozada endometriy qavati yaxshi o'smasi, proliferatsiya, ya'ni uni tezroq o'sishiga yordam berishimiz uchun, uni aktivlashtirish uchun minimalniy dozada azon terapiya juda ham yaxshi yordam beradi. Ginekologiyada va xronический endometritlarda, virusni nagruzkalarda, gastroenterologiyada juda ham yaxshi yordam beradi, ya'ni yazvalarning zajivleniyalariga. Yana urologiyada ham ishlatsa bo'ladi. Xullas, применение, то есть azonni ishlatish juda ham katta, ya'ni bitta monoterapiya qilib emas, ya'ni qo'shimcha holatlarda azon terapiyani ishlatish mumkin. Azonoterapiyani ishlatayotganda albatta apparati germetichnistiga, ya'ni apparat rostdan ham kislorodga to'liq ulanib yopilganligi haqida unutmasligimiz kerak. Chunki bu azon ham juda ham toksichniy, ya'ni ham patsientga, ham qilayotgan medsestraga ham ta'sir qilishi mumkin, zaharlanishi mumkin. Shuning uchun albatta uni hidi srazu chiqishi boshlagandan keyin azon terapiyani to'xtatish va albatta qatdan chiqayotgan uchechkasiga qarash kerak. Azonoterapiyani har qanday yoshda qo'llash mumkin. Yosh bolalarga ham, yosh katta qariyalarga ham qo'llashimiz mumkin. Hattoki bizning ayniqsa mentalitetimizda ko'pincha azonoterapiya homiladorlarda qo'llaniladi. Homiladorlarda imенно qon aylanishini, ya'ni bola bilan onani o'rtasidagi qon aylanishini yaxshilash uchun. O'shaning uchun albatta e'tibor berishingiz kerak.
Shuni so'rab qolamiz. Ya'ni apparatni любой joyda olmoqchi bo'lsangiz ham apparatni so'rashinglarni, ya'ni apparat rostdan ham kislorodga ulanganmi? To'g'ridan to'g'ri kislorodga ulanganmi? Havodan kislorodni olib ozonga aylantirib keyin quyilmayaptimi? Foydadan ko'ra zarar yetkazib qo'ymanglar organizmingizga. Ozon va IV haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Albatta sizlarga javob beramiz. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini xohlardingiz, shu haqida yozib qoldiring.